Xayol qiling, siz uy bekasisiz, uyda o'tirasiz, 4 ta farzandni onasisiz. Siz chet elda sayohatda yuribsiz, Turkiyada dam olyapsiz. 1 yilda 3 marotaba sayohat qilyapsiz. Shvedskiy restoran, 5 yulduzli otelda mazzami? Uyda o'tirgan xonim millioner bo'lsa, men sizga buni yo'llarini o'rgataman. Uyda o'tirib katta pul topishni tekinga o'rgataman. Bog'lansangiz bepul o'rgataman.